Go'shtli shayriklar bunaqa sasilyapti. Bo'lchka ham svejiy emas-ku. Mana men basturmaligi qotib yotibdi, bitta tishlagan edim, tishimga yomon zirillatib yubordi. Tovuq fast-foodlarini obzor qilishda davom etaman. Bugun talab va istaklarga binoan luk ko'ramiz. Elimiz sevgan luk haqiqatan yaxshimi yoki bu yerda ham muammolar bormi? Xo'sh, pitssasini yeb ko'ramiz. Mana bunaqa 4 tali pitsaligi bor ekan. Pitsani xamiri ikki xil ekan, qalini, yupasi. Xullas, mana men basturmaligi qotib yotibdi, bitta tishlagan edim, tishimga yomon zirillatib yubordi, lekin men frikadelkalar shunaqa darajada sasilyaptiki, buni yeb bo'lmaydigan darajada. Seriylar yomon emas, xamirlar yomon emas, lekin mana bu narsani to'g'rilamasanglar bo'ladi. Bu qalin pitsaligi ekan. Bu yerda уже frikadelka emas, farsh qilib berishgan. Gupilab kelmayapti lekin farshdan qilib. Qalin pitsa ko'proq yoqdi. Sirlari yaxshi mana. To'zilyapti, ko'rsanglar bo'ladi. Sovusi yaxshi. Xullas, yuqaga qaraganda qalin pitsa yaxshiroq ekan. Mana bunaqa pul to'layotgansizda har xil salatadan olsanglar bo'ladi ekan. Mana baqlajon. Ko'rasizlar? Xom bo'yat. Salatlardan xom baqlajonni mazasini yeb ko'rgan bo'lsanglar, bilasizlar, vashya bemaza bo'ladi. Salatlarni yemayman, xabar bo'lasiz. Menda bitta savol. Nimaga bu bitta idishda ikki xil tovuqning rangi? Ikki xil yog'da pishirganmizga shunda men tushunmadim. Men sizlarga hozir eski yog'i muammosini ko'rsataman. Jiq yog'. Bu eski yog'i muammosi. Chunki eskirgan sari tovuq shunaqa yog'i shimmolaveradi. Shu sababdan men mana bu oqrog'ini, toza yog'ligini yeb ko'raman. Bu juda ham yog'liligini hisoblayman, men buni yemayman. Bunisi yaxshi. Tirak sousli qanotligi. Bu ham o'sha muammo, juda ham yog'liga o'xshayapti, lekin yeb ko'ramiz. Bunda ham xuddi shu muammo. Suyagidan juda ham qattiq hid kelyapti. Bu bilmayman nima, kichkina tovuqchalar sizlar. Xullas, men bitta narsani tushundim. Nimagadir suyeli qismlarda juda ham qattiq hid kelyapti, lekin file joylarda bu hid yo'q. Sirni sous o'zligi qilishmasligi bilinyapti, ozgina uksusi ko'proq. No, yaxshi. Men bu narsani nimaligini tushunmayapman, lekin to'g'risini aytsam, bu narsani yeyishga shunday taqataq ishtahamni bo'g'di. O'tgan gal to'g'risini aytsam, yoqqa kelganimda unaqa muammolar bo'lmagan edi. Balki bugun menga shunaqa повезло. Sochni, yana bir marta aytaman, file qismida unaqa bilan hid bilinmayapti, lekin men aytdim, tushunmayapman. Qilar yo yaxshi pishmaganmi, ikki xil bo'lib qolgan. Ko'rasizlar, qilar yaxshi pishmagan. Bugunga. So'ray. Bo'lchkam svejiy emas-ku? Bu ko'sam. Burger yaxshi. Ko'sam. Bo'lchkasi hamchi, ko'rasizlar, sarurat, hech nimadir qo'shishadi. Burger yaxshi. Lukda go'shtli narsalar ham borligini men endi bugun bildim, chunki faqat tovuqdan qilishadi deb o'ylardim. Go'shtligini yeb ko'ramiz. Go'shtli burger 10 balli sistemadan bir 6,5 7 qo'yardim, yomon emas. To'g'risini aytsam, lekin boyga frikadelkadan kelayotgan hid bundan kelmayapti, xudo uchun. Hozir burgerda ham shu narsani sezuvdim, bundan ham sezyapman. Charli ko'proqligini hisobiga tangdagi ozgina yopishyapti, lekin hidi yo'q, sevam yomon emas. Xullas, shuncha yegan ichganim arzimagan 600 ming bo'ldi. Nimaga arzimagan? Chunki juda ham ko'p narsa yetdim. Endi kamchiliklarga keladigan bo'lsa, bir hafta oldin kelib yeganimda menga ko'p narsa juda ham yoqqan edi. Lekin afsus, bugun muammolar juda ham ko'p ko'rganinglarda, men menejerlarni chaqirdim. Ikkita etaj ekan, ikkita etaj har xil ekan, kuchnasi ham har xil ekan. Ikkovlariga ham muammolarni ko'rsatdim. Bu muammolarni to'g'rilashadi degan umiddaman. Mendan iltimos, xafa bo'lmanglar. Mendan yoqmaganini pulini olib tashlaymiz, qaytarib beramiz deb aytishdi, lekin men yegan ichganimga, og'zim teggan narsaga pul to'lashga o'rganganman. Pulimni to'lab chiqib ketyapman. Lekin Lukka rahbariyati iltimos etgan e'tirozlarimni inobatga olasizlar degan umiddaman. Sizlarga Luk yoqadimi yo'qmi kommentariyada yozib ketinglar va keyingi safar xudo xolasa qaysi tovuq fast foodini obzor qilamiz.